Menga qara. Menga ishonsam, menga katta ketyapsan. Birinchi o'rinda ota-onam roziligi kerak menga. Agar ota-onam rozi qilsangiz, men sizdan rozi bo'laman. Yana bitta narsa, to'ydan keyin alohida chiqamiz deb boshni qotirmaysiz. Chunki men ota-onam bilan yashashni ma'qul ko'raman. Agar shartlaringiz bo'lsa, hozir aytganingiz ma'qul. Mani oilamdagilar kelajakda turmush qursang, eringni roziligi uchun harakat qil deb o'rgatishgan. Shunday ekan sizga e'tirozim ham, shartlarim ham yo'q. Ma'qul, menga shu javob kerak edi. Qalay, yoqdimi? Ha, juda chiroyli ekan. O'rtog'im shohdek ko'r. Yorib tashyapti. Eng qizig'i to'yini qilib. Alloh rozi bo'lsa o'ladi. Endi to'y cho'tga o'tkazib olsak. Xudo xolasa. Yur bir aylantirib kelay. Qarang, yo'lda suv olaylik. Bo'ldi. Hozir yo'ldan olamiz. Nima ichasan? Ikkita bilish berib yuboring. Qarang, mani vaqtim sal kamroq maqsadga o'tsak. Bo'ldi, eshitaman. To'ydan keyin alohida ishimizni, mani bir ikkita bizneslar bilan ishlarni yo'lga qo'ymagunimcha, men 2-3 yilsiz farzand ko'rish niyatim yo'q. Sabab men qizil bayroqni figuram buzilishini xohlamayman. Menga qarang, yaxshi qiz. O'zingizga o'xshagani bilan baxtli bo'ling. Xo'p? Menga qara. Menga ishonsam, menga katta ketyapsan. Oxiri baxtingizni topishdi. Izlatish kerak emas.